Xonanda Manzuraning kundoshi nimalar qilganini ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xonanda Manzuraning to'y marosimlari ham boshlanib ketdi. Xabaringiz bor, xonanda Manzura turmushga chiqishini ma'lum qilgan edi. U 48 yoshida sevgan insoniga turmushga chiqmoqda. Bu haqda o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarda, intervyularda aytib o'tgan. Ko'pchilik Manzurani turmushga chiqishini PR deb baholagan edi. Ammo Manzuraning turmush o'rtog'i va Manzura ham bu PR emasligini tasdiqlagan. Muhokama qilingan jihat esa kuyov Manzuradan 20 yosh kichikligi va aynan mana shu kichikligi Manzurani o'ylashga majbur qilgan. Ammo juftning fikrlashi va munosabati yoshiga qaramay juda mos ekanini aytib o'tgan. Turmushga chiqishga rozi bo'lgan. Manzura turmush o'rtog'ini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq-oydin ko'rsatgani va hattoki turmush o'rtog'ini yoshini ham berkitmaganligi, avval bir marta o'ylanib ajrashganligini ham aytganligi ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy fikrlarga ega bo'lmoqda. Xonandalar yoki mashhurlar kimgadir ikkinchi turmushga chiqadi va turmush o'rtog'i bilan bemalol birga yurisha olmaydi va bemalol ko'rsata olmaydi. O'ziniki baribir o'zinikida bemalol ommaga ko'rsata olyapti va ijobiy baho beramiz deb izohlarda qoldirishmoqda, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.